Qara Uyg'urlar 7-bölümü. Yig'ilish 2-kuniga qadam qo'yibdi. Vakillar Afrikalik tuqqanlari tayyorlagan qirg'avul, keklik kavoblari va yavu to'yga qimizdirdan toza huzur elishib, kekirgan peti yig'ilish chetiriga kirib kelishibdi. Bugun siyosiy mavqemiz ustida to'xtalamiz va nishon belgilaymiz. Ata vazifa bo'lishimiz deb so'z boshlabdi qabila beshi. Siyosiy mavqeda o'xshamagan ideyaliklarning mavjudligi bir haqiqat debdi bir peshqadam ziyoli. Bugun qandaqdir bir besim ostida ko'nglimizdagini emas, balki vaziyatga beqib og'zimizga kelganini o'tirg'a tashlasak, bu yig'ilishimizning asli muddasiga osiylik qilgan bo'lib qolamiz. Shunga yurak nima so'z desa, eg'izda shuni ifoda qilishimiz, bu orqali ishni hal qilishning to'g'ri yo'llar ustida birlikda izlanishimiz zarurdir. Bo'lmasa, bu jafoliq yig'ilishimizmi shaklvozliklarning bir misoli bo'lib qoladi xolos. Barhaq debdi Haytaxun Tumturk. Bizning shu vaqtcha ideyada birlikka kelolmay yurganimiz bir reallik. Asosiy sabab vatan da'vosidagi mavqemizning o'xshamasligida bo'lib keldi. Bugun qandaqdir hamma odam mustaqilchi bo'lib ketganda ko'rinyotdi. Xalqning ra'yiga beqish bir ish. Amaliy harakatimizda qanday qadam bosishimiz boshqa bir ish. Shunga bugun men hammalarning ko'nglidagi rost gapini to'kishini, shuningga beqib vazifa bo'lishimizni orzu qilaman. Ish dal ana shundoq bo'lish kerak deb kesim qilibdi qabila beshi. Biz o'yin o'ynashni bilmaymiz. Ovluğulu bo'ladigan nishonga nayza etib ko'nganmiz. Quruq shamolga gurildash bizning qinimizda yo'q. Bugunning yoqqa qarasam, bir qism odamlar yig'ilishning kayfiyatiga beqib, asli tutgan yo'lidan o'zgarib kelayotgandek ta'sir berdi. Agar bu haqiqiy o'zgarish bo'lmasdan, balki bozorga beqib baho qo'yish bo'lsa, kesib aytamanki, yana birilari qon bilan javob qiladi. Shunga yurak nima so'z desa, shuni o'tirg'a qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Ko'pchilik qabila beshining nimani bishorat qilayotganligini aniq bilib turadi. Azaldan Xitoydan insof tilab kelayotgan mavqesidan qayib ketayotganligi aniq bo'lgan qurultaychilarning hadisla mustaqillikdan so'z etishi ko'pchilikka Afrikaning rangdor xamilyonini eslatib, ularni biyorim qilmoqda edi. Agar ish bu yo'sinda davom qilsa, sun'iy bir shaklda o'rtaga chiqish mumkinchiligi bo'lgan atalmish natija mag'lubiyatdan derak beradi. Shunga qabila beshi bir ishdan biyorim bo'lganda qilib shundoq dedi. Shunisi aniqki, xalqimizning mutlaq ko'pchiligi mustaqillikdan boshqa yo'l yo'qligiga keskin ishongan bir holatda. Texi bir yil ilgirila ochiq-oshkor holda Xitoydan avtonomiya talab qilayotgan qisman tashkilotlarning bugünkidek mustaqillikni og'zidan tushirmaydigan holatga kelishimi xalqimizning shu keskin irodasidan bo'lgan. Ammo so'z yurakdan chiqsin deganni ta'kidlashimda sabab bor. Xalqimiz oldida mustaqillik deb tavlayotgan ba'zi afg'onlarning texi bir qancha kun ilgirila bir to'p Xitoy bilan ekranda eg'iz burun yalishib, Xitoydan mangu ayrilolmaydiganligini chondirib qo'yishi xalqimizni g'azablantirdi. Ularning ashu monq Xitoylar bilan bir sahnada suhbat qila olganligidan ta'sirlanib, "O'xin gandong" deb monqlarni eqitishlari qisman qarindoshlarimizning Van Katibni o'ltirish qaroriga kelishiga sabab bo'lgan edi. Bugun yana uzoq-uzoqlardan kelgan qarindoshlarimizni aldashqa kimda kim urinadi ekan,
Жазасы мәнден болсын. Әң яқшысы көңіліңлардікін төкіңлар. Рас кеп қылышның жазасы жоқ. Мақсадымыз халқымызда мәвжуд оқшымаған идеяларға бекіп саясат белгілеш və mavqəyə бекіп xizmət təqsim qilishdir. Demokratiya degan mushug'u deyman. Buni mendan yaxshi bilasizlar. Saxtipazlik qilish, jazo tilaganlikdir xolos. Shundoq dedi Mustaqillik tashkiloti vakili. Uzun yillik tajribamiz bizga shuni aniq bildirdiki, bizda Xitoydan qutulishga ko'zi yetmaydiganlar osonda emas. Ularning atalmış reallikqa yüz tutuşumuz lazım deyişlerimi özlerinin tefekkürde asası var siyasi yoldur. Bugün qandaqdır hamma adamның mustaqilchi bo'lib olishimi bizga bir sunniy suratni ko'rsatib turmoqda. Ammo yig'ilishdan keyin og'zimizda bir xil va'da qilib, amaliy bosgan qadamlarimiz o'xshamay qolsa, xalqni texmo g'azablantirishimiz turgan gap. Shunga meningcha bu ko'ngildikini to'kib, chiqish yo'li tepishga tirishishimiz muhimdir. Bo'lmasa, Afrikalik qarindoshlarımızның tatqan jafolari yanala bekorga ketib qoladi. Bu yerda nima deyilayotganligi nihoyat aniq edi. Uzun yillardan mustaqillik bilan hech aloqasi yo'q siyosiy jonbaqtiliq yo'lini tutib kelayotgan ve allaqanday g'arazlar bilan xeyli yillar davom qilgan milliy markazni parchalab, Uyg'urni bugünkidek paramparcha holatga akilib qo'ygan qurultaychilarning bu qatimqi yig'ilishda asli siyosiy mavqelarda turib fikr bayon qilishi mo'ljallangan edi. Ammo Van Katibning o'limidan keyin ujuqib ketgan qurultaychilardan bundaq sadoni kutish bakma tasdiq qiladi. Ularning nazariyaviy yetakchilari sanalgan Turkiyadagi eliqi o'zini strategiya mutaxassisi atib olgan Azlek Shiray To'tko'z va Amerikadagi tulkilar ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Chebar qut bilan paynak bo'lsa, bir qulqini oriyatga berish badaliga bu yerga majburiy keltirilgan tursa, qandaqmi ko'ngil so'zni bayon qiladisin. Ammo xalq orasida ularning ideyasidagilarmi xeyli sonda bo'lg'achqa, bu xil siyosiy mavqedagilarning ovozimi bo'lishi zarur edi. Oxirida bundaq ovozmi nihoyat tasda o'tirg'i chiqqan bo'ldi. "Man" deb so'z boshladi Amerikadan kelgan Qismoqsatang deb nom olgan yosh bir vakil. Muhojirat hayotimda rost gap qilishdan hech yonmadim. O'zim dinda va panda yaxshi tarbiya olganligim uchun reallikqa yuz tutishni o'zimga qiblanoma qilib keldim. Ham kishilarning meni tillashlari va tahditlariga bo'yin egib boqmadim. Uning inchki, quruq ovozidan ko'ra, qo'liga taqib olgan beshidan yo'g'on qip-qizil plastik soati vakillarning diqqatini tortadi. Uning söz qilganda inchki bellarini o'yintib turib, lapangshib so'z qilishi bo'lsa, bir qism odamlarning tishlarini g'o'chirilishiga sabab bo'lgan edi. Biz qabul qilayli qilmayli, Xitoy hozir dunyodagi ikkinchi superpower. Biz kimdan mustaqillik talab qilayotganligimizni aniq bilmay turib, ko'zlagan nishonimizga yetolmaymiz, deb so'zini davom qildi u. Bu hergiz Xitoyning ulug'ligini emas. Maqsadim plan tuzganda reallikqa mos kelamdi kammamdi deganni o'ylashib qo'ysak demoqchiman. Sening doimo Xitoyning beqinidan chiqolmasligingni hamda vatan ozod bo'lsinmi boshqarolmaymiz degandek sapsatlaringni reallikqa yuz tutish deb tushunsak bo'ldi ekanda. O'tiribdi birsi. Siyaset degan 9 rang, biri nayrang. Bizning dushmanimiz Xitoy bo'lg'ach, ular bilan aloqani tubdan uzib o'tib siyosiy qilishmi to'g'ri emas-da. Debdi Qismoqsatang sal g'iljingshag'andek qilib. Bir nuqtada rostchil bo'laylikki, bizda hozir texi bir siyosatchi yo'q, strategiyachi texim yo'q. Debdi
Avustraliyadan kelgan ziyoli Muhammadjon A'lo. Agar bizda siyosatchi yoki strategiyachi bor bo'lgan bo'lsa, bugungi keng ko'lamli qirg'inchilikni oldin ko'radigan hamda biroz bo'lsinmi oldini olishga tirishgan bo'lardik. Biz bu qatimqi qirg'inchilikda o'zimizning bakli ojiz ekanligimizni oshkorlab qo'ydik. Bizda hozir bor bo'lgani bir qism aktivistlar va da'vo sepidagi jonboqti tijoratchilar xolos. Gap qilganda o'zimiz ta'kidlayotgan reallikni hurmatlayli. Xitoy bilan dialogda bo'lish xato emasdir balkim. Ammo qaysi Xitoy bilan, kimning ruxsati bilan dialog qilish, muhimi bu dialoglarning unumi bormi yo'q deganni asos qilish muhimdir. Hech kimdan bir so'roq, xalq ko'radigan, ko'rmaydigan sahnalarda men Uyg'urga vakillik qilaman deb turib suhbat qilish milliy munofiqlikqa yotadigan kechirgusiz xatolikdir. Buningga hargiz yo'l qo'yishga bo'lmaydi, debdi O'rta Osiyodan kelgan bir mo'ysipet. Ko'pchilik uzun muzokaralardan keyin qat'iy zarur bo'lganda ondan Xitoy bilan qisman dialogda bo'lishga yo'l qo'yilganligi hamda buning ko'pchilikning ruxsati bilan bo'lish kerakligi. Agar kimdi-kim yana o'z beshimchilik bilan Xitoyga yaqinlashsa, qattiq jazolanadiganligini qaror qildi. Hukumat masalasi mo ko'pchilik jiddiy muzokara qilgan temalarning biri bo'libdi. Hozirgidek hukumat degan sharafli nomni ikki tangilik arzon molga aylantirib o'tish xohishi faqat biz Uyg'urlarda mavjud. Bu bir nomus qilarlik ish. 5-10 odam bir yerga kelib olib, hukumat qurdik deyishdimmi ortiq nomus qilarlik ish bo'lamdi. Hukumatni xalq saylab chiqadiganligini bilmamdiganda bular. Hozirgi holat Uyg'urni xuddi 6-5i bor, 6-5i 6 tarafga qarab olajoqda olaydigan g'ayriy maxluqdek ko'rsatmoqda. Bu bizni bearam qilib qolmay, chet elliklarning qushqusini keltirmoqda. Bugun bir yerga jam bo'lgan ekanmiz, buningga bir to'g'ri tepishimiz kerak, debdi qabila beshi. Bak to'g'ri gap bo'ldi, debdi ulapla Turkiyadan kelgan bir ziyoli. 5-10 odamning qurvolg'ini bir tashkilot ekanligi aniq turib, uni bir organ, xalqning hukumati deyish, bir ahli joyida inson qiladigan ish emas. Eng jirginishli yeri shuki, bu insonlar xalqning o'zlarini qo'llamaydiganligini hamda o'zlaridan nafratlanadiganligini aniq bilib turib, yana hadab maras hukumat menga agash deyishlari bizga ruhiy kasallarni eslatadi xolos. Bu ish ular bilan kelsa mayli-ku. Ammo Amerikadagi bir parlament a'zosi 6 hukumatdan xat topshirib olsa, hamda xatlarda boshqasi yog'on, men bilan aloqada bo'l degandek pastkash so'zlar ko'rilsa, bu millatni xona vayron qilishga uringanlikdan boshqa narsa bo'lmay nima? O'zini boshqalarga aql o'rgatuvchi sanaydigan ba'zilarning bu yo'lda joyillarcha davom qilishi aql qabul qila oladigan bir ish emas. Buningga cho'qim xotim berilishi kerak. Agar hukumat shaklida siyosiy qilish to'g'ri kelsa, bugünkidek hamma iqlimga vakillik qila oladigan faoliyatchilar o'rtaqcha bo'lganda, hammalarning roziligi bilan bir hukumat qurilsa, hamda har sohadagilarning vakillari uningdan o'rin ola olsa, ondan uni hukumat deyish mumkin. Bir aql egisining ayni zamonda o'zlari ruhiy kasal tasvirlaydigan bir majruh tarafidan qurilgan atalmish hukumatni saqlab qolaman deb jar selishi. Xuddi atam sarang ayni zamonda jundig'idan chilab yeydigan to'q. Agar men bu jundig'idan chilab yesam, meni sarang demanglar degandeklar tetiqsiz gap bo'lib qolmamdi. Bu ishqa mayli chiroyliqcha bo'lsin, mayli vosita qo'llanib bo'lsin, cho'qim xotima berish kerak. Bo'lmasa kayfiyatimizni buzg'an, debdi yana bir vakil. Ko'pchilik ana shundoq yusunda muhim hisoblangan masalalar ustida qizg'in muzokara olib beribdi. Aslida bu kuni muzokaralarni tamomlab,
әтіки plan түзіш və vəzifə bölüşüş işiға tayyorlik qilish planlanğan ekan. Ammo munoziralar gerçi yerim kechigacha davom qilgan bo'lsa-mu, oyiq chiqmabdi. Va bir qisman temalarni qisqartishga to'g'ri keldi. Kecha oyoqlashib, tong atog'iga yaqin ko'pchilik majburiy orom elishga buyurilibdi. Chunki әтә texmo muhim ishlar ularni kutmoqda ekan. Davomi bor.